Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugungi obzorlarimizda Li Xiang Li 9. Qani bo'lmasa syomkani boshladik. Li Xiang avtomobilimizning oldingi ko'rinishiga keladigan bo'lsak, ushbu avtomobilning oldingi ko'rinishi o'ziga xos dizayn va boshqa avtomobillarda takrorlanmas tashqi ko'rinishni berib turibdi. Avtomobilimizning oldingi yoritish chiroqlari e'tibor berganingizda mana burchak qismida addenniy shaklda pastroqda joylashtirilgan. Bu LED faralardan tashkil topgan hisoblanadi. Undan tashqari avtomobilimizning oldida uzun kunduzgi yorituvchi chiroqlarning vazifasini bajaruvchi mono qosh ham jihozlab ketilgan. Bu esa avtomobilga boshqa avtomobilga nisbatan juda chiroyli ko'rinish va o'ziga xos derskiylik berib turibdi. Avtomobilimizning qaysi kompaniyaga taalluqliligini bildirish maqsadida Li avto brendi ham uning oldingi kapotning yuqori qismida joylashtirib ketilgan. Li avtomobilining oldingi faralari haqida gaplashadigan bo'lsak, oldingi faralari ko'rib turganingizdek o'ziga xos dizaynda, ya'ni avtomobilning burchak qismida to'rtburchak shaklda joylashtirilgan. Bu farlar ikki qismga ajratilgan hisoblanib, bu ikki qismga ajratilib LED lazerli faralar bilan jihozlangan hisoblanadi. Bu esa avtomobilning tungi vaqtlarda juda katta qismda aniq va sifatli yoritib berish imkoniyatini beradi. Li Xiang Li 9 avtomobilimizning texnik xarakteristikasi haqida gaplashadigan bo'lsak, ushbu avtomobil gibrid rejimida harakatlanadi. Ya'ni bu avtomobilning harakatlanishida ham elektromotorlar, ham benzinoviy dvigatellar harakatlanishda bir vaqtda ishtirok etadi. Ushbu avtomobilimizning texnik xarakteristika jihatdan elektromotorlari ham oldingi o'qda, ham orqa o'qda joylashtirilgan hisoblanadi. Oldingi o'qda joylashgan elektr dvigatel avtomobilga 130 kilovat kuchlanish beradi. Orqa dvigatellar elektromotorlar esa 200 kilovat kuchlanish beradi. Общий ikkalasi birgalikda 330 kilovat soat kuchlanish beradi avtomobilga. Buning ot kuchiga ko'paytiradigan bo'lsak, avtomobilimizning harakatlanishida 449 ot kuchiga teng общий elektromotor harakatlanishda yordam beradi. Avtomobilimizning 0 dan 100 gacha tezlanishi 5,3 sekund hisoblanadi. Avtomobilimizning kuritish momenti 620 Nm/ga teng hisoblanadi. Bu ham ushbu og'ir, juda katta crossover avtomobilimiz uchun juda o'ziga teng kuchlanishli energiya deb bemalol aytsak bo'ladi. Avtomobilimizda bir vaqtning o'zida elektromotor bilan birgalikda 1,5 turbina motor bilan jihozlangan hisoblanib turib, ushbu 1,5 turbina motor 4 ta silindrli bo'ladi. Lekin avtomobilimizning harakatlanishida bu benzinoviy motorning umuman ahamiyati yo'q. Benzinoviy motor avtomobilga faqat generator vazifasini bajaradi. Ya'ni elektromotorga va uning batareyalariga elektr ta'minotini ta'minlab berish vazifasini bajaradi. Li 9 avtomobili gibrid avtomobil bo'lsa va u qo'shimchasiga elektromotorda harakatlanadi deb aytadigan bo'lsak ham, ushbu avtomobilning dvigateli ham o'ziga xos parvarishga muhtoj hisoblanadi. Ya'ni ushbu avtomobil dvigateliga ham boshqa ichki yonuv dvigateli avtomobillariga mos ravishda motoriga ham motor moyidan quyib eng sifatli va premium klassga teng kelgan yaxshi moylardan foydalanishimiz kerak hisoblanadi. Aks holda ushbu avtomobil dvigatelining yashovchanligi, ya'ni umri va ish faoliyatini maksimal darajada o'ziga kerakli bo'lgan emotsiyani olish qiyin hisoblanadi yoki avtomobil dvigateliga qaysidir ma'noda texnik jihatdan xizmat ko'rsatishga muhtoj bo'lib qoladi deb bemalol aytsak bo'ladi. Ushbu muammolardan qutulish uchun bizga hozirgi kunda premium klassga ega bo'lgan va arablar keng miqyosda foydalanadigan yenot moyidan foydalansak bo'ladi. Ushbu avtomobil yenot moyi avtomobilga qo'shimcha harakatlanayotganda avtomobil dvigateliga qo'shimcha yengillik va harakatlanish chog'ida avtomobilni bemalol bu moydan foydalansanglar, avtomobil o'zini bemalol yengil va sifatli harakatlanishini ko'rsanglar bo'ladi. Hozirgi kunda eng premium va eng lyuksuviy avtomobillarning hammasiga O'zbekiston bozorida ham, ne tolka bu Yevropa yoki Arab bozorida, balkim hozirgi kunda O'zbekiston bozorida ham yenot moyidan bemalol foydalanib kelinmoqda. Shu sababli agar kimda qanaqadir premium klassga ega bo'lgan yoki qimmatbaho tarzdagi avtomobili bo'lsa, bemalol qo'rqmasdan turib yenot moyidan foydalanishni tavsiya berib qolaman.
Li9 avtomobilining elektr motori to'g'risida ma'lumot beradigan bo'lsak, ushbu avtomobilimizning elektr batareykalari avtomobilimizning ostki qismida joylashtirilgan hisoblanib turib, bu yechim avtomobilimizning yuqori tezlikda harakatlanayotgan chog'imizda ham avtomobilning o'zini ustuvchi, ya'ni o'zini tuta olishi, har xil burilish joylari kelib qolganda ham o'zini tez harakatlanayotgan holatda ham qulay burilishga va qulay harakatlanishga imkon bera oladi. Elektr batareykasining sig'imi 44,5 kWh hisoblanadi. Avtomobilda faqat elektr rejimida harakatlansa 180-200 km atrofida harakatlanamiz. Aralash siklda gibrid motor orqali ham elektr ham benzinli motori bilan birgalikda harakatlanadigan bo'lsak, 1100-1300 kilometrgacha avtomobil bemalol masofani bosib o'ta oladi. Ushbu avtomobilimizning yana qulayliklaridan bittasi, avtomobilimizni o'sha elektr ta'minotini ham 20% dan 80% gacha 30 daqiqa davomida bemalol to'ldirib olsak bo'ladi. Elektr motor va o'ziga xos elektr batareykalar va o'ziga xos kengligini hisobga olgan holatda avtomobilimizning mana shu turishi 2,5 tonna hisoblanadi. Shu 2,5 tonna avtomobilni ham gibrid motorlar aralash siklda avtomobilimizni 5,3 sekundda 100 km tezlikka chiqara oladi. Bemalol ushbu yirik hajmdagi bahaybat crossoverga bu ko'rsatkichlar o'ziga xos hozirgi zamonga juda zo'r ko'rsatkichni bemalol aytsak bo'ladi. Avtomobilimizning ballonlari haqida gaplashadigan bo'lsak, ushbu avtomobilimizning ballon razmeri 265 ga 45 R21 zavodskoy diskalar bilan jihozlangan hisoblanadi. Ushbu avtomobilning o'ziga xos premium klass avtomobil ekanligini bitta belgisidan yana bittasi, avtomobil zavodskoy holatda Michelin Sport Pilot ballonlari bilan jihozlangan. Bu ham avtomobilning turishiga va sifatiga ancha muhimcha kerakli otsenka baho beradi deb bemalol aytsak bo'ladi. Avtomobilimizning o'lchamlari haqida gaplashadigan bo'lsak, ushbu avtomobilimizning o'lchamlari uzunligi 5218 mm hisoblanadi. Eni esa 1998 mm, balandligi 1800 mm hisoblanadi. Ushbu avtomobilimizni ko'rib turganingizdek o'lchamlari juda uzun, lekin shu o'lchamlari uzun bo'lsa ham avtomobilda harakatlanish juda qulay. Li9 avtomobilimizning uzunligini hisobga olgan holatda avtomobilning bokovoy oynasi ham o'ziga xos keng va katta qilib ishlov berilgan. Ushbu bokovoy oynada 360 gradusli kamera ham joylashtirilgan. Bu esa bunaqa katta hajmli avtomobilni boshqarishda o'ziga xos qo'shimcha qulaylik hisoblanadi. Bundan tashqari 360 gradusli kameraning yana bitta qismi avtomobilning yon qismida ham joylashtirilib ketilgan ekan. Avtomobilning yuqori qismiga e'tibor beradigan bo'lsak, avtomobilning yuqori qismida lidar funksiyasini bajaruvchi qo'shimcha joyi ham bor. Bu ham avtomobilda harakatlanayotganda juda qulaylik hisoblanadi. Uni avtomobilning salon qismiga o'tganimizda qo'shimcha tarzda ma'lumot berib o'tamiz. Avtomobilimizning orqa qismiga keladigan bo'lsak, e'tibor bersanglar, orqa faralari o'ziga xos, juda chiroyli. Ushbu tormoz monoqoshlari asosan birinchi bo'lib Porsche avtomobillarida dunyo sanoatida foydalanib kelingan va hozirgi kunda boshqa avtomobillar ham keng miqyosda shunaqa monoqoshlardan foydalanib kelmoqda. Lekin kimga qanaqa bilmadimi, aynan Li avtomobilga ana shu monoqoshlar ancha zo'r o'tirgan. Juda chiroyli va avtomobilni hashamatli qilib ko'rsatishga qo'shimcha yana bir tashqi ko'rinishdagi vosita deb bemalol aytsak bo'ladi. Endi esa avtomobilning yukxonasi haqida gaplashamiz. Avtomobilning yukxonasi ham elektronli yukxona hisoblanadi. Bu ham qo'shimcha qulaylik. Avtomobilimizning orqa yukxonasi haqida gaplashadigan bo'lsak, yukxonada qo'shimcha dinamikani aks ettiruvchi kolonka subwooferlari joylashtirilgan ekan. Bundan tashqari avtomobilimizni 12 volt elektr tizimi bilan ta'minlash perikutili bor ekan va undan tashqari orqa o'rindiqlarni 3-riyat va 2-riyat o'rindiqlarni yotqizish va turg'izish uchun qo'shimcha mana bu yoqda knopkalar joylashtirilgan. Eng asosiy qulayliklardan bittasi yukxonada ikkita tomonda ham qo'shimcha chiroqlar bilan jihozlangan ekan. Bu ham o'ziga xos qulaylik. Kechqurun kelganingizda, mabodo qorong'u joylarda yuk joylashtirmoqchi bo'lsangiz, mana shu qulaylikdagi lampochalar ham ancha-muncha foyda beradi. Avtomobilimizning mana shu turishi, ya'ni 3-qator o'rindiqlarning ko'tarilgan holatdagi yukxona hajmini aytadigan bo'lsak, 240 litrlar atrofida hisoblanadi. Agar bu 3-qator o'rindiqlarni yotqizib qo'yadigan bo'lsak, 640 litr atrofida bo'ladi.
ikkinchi qator va uchinchi qator o'rindiqlarni ham yotqizib qo'ysak agar 1600-1700 atrofida 1600-1700 litr atrofidagi hajmga ega bo'ladi. Bu ham ushbu avtomobil uchun juda keng va katta joyni bemalol aytsak bo'ladi. Lekin menimcha bunaqa avtomobil haydaydigan odamlar maksimal tarzda yukxonadan foydalanmaydi. Kerak bo'ladigan maxsus o'sha quticha bo'lishi mumkin. Ya'ni bunda avtomobil kerak bo'ladigan har xil hid beruvchi vositalar yoki changlarni u yoq bu yog'ini artib qo'yadigan salfetka yoki lattalar turishi mumkin. Meni o'zimning fikrim bunaqa avtomobil haydaydigan odam 3-qatorda yotqiz, 4-qatorda yotqiz, orqa keng bo'lsin, yukxona keng bo'lsin demaydi. Qo'shimchasiga biron bir yuk tashiydigan avtomobil zakaz berib qo'ya qoladi. Yukxona to'g'risida yetarlicha ma'lumot berdim deb o'ylayman. Endi esa avtomobil yukxonasini sekingina yopib qo'yib, avtomobilning ichki qismi, ya'ni interyeri haqida tanishishni boshlaymiz. Avtomobilimizning orqa qismida asosan avtomobilimizga benzin solinadigan bachok qopqog'i joylashtirilgan bo'lib turib, narigi tomoniga o'tsak, narigi tomonda ham xuddi shunaqa bachok bor, lekin u tomonda benzin emas, avtomobilimizning tokga qo'yib zaryadlash qismi joylashtirilib ketilgan. Li9 avtomobilimizning oldingi yon eshigi haqida gaplashadigan bo'lsak, ushbu avtomobilimizning oldingi yon eshigida afishka qismi yumshoqqina koja bilan jihozlangan ekan. Bu koja ham yuqori qismida ham o'rta konsolda va pastki qismi plastmassa bo'lsa ham plastmassaning ustidan yuqori qismiga o'xshagan yumshoqqina koja bilan qo'shimcha ishlov berib ketilgan ekan. Avtomobilimizning pastki qismida e'tibor berish uchun laminatsiya qildirib qo'yilgan. Ya'ni avtomobilimizga chiqqanimizda va tushganimizda bu avtomobilimizni qirilishdan, har xil sarapina bo'lishdan, kir bo'lishdan afishka qismini ma'lum bir miqdorda asraydi. 4-5 yil oldingi yon eshik vashim bor, keng, ham qalin ekan. Xuddi tipa avtomobil bronirованный, bron qilingan avtomobilga o'xshaydi. Ya'ni bron degani avtomobilning usti qismi bronirovka emas, polni o'tkazmaydigan zirhli avtomobillarga o'xshab yon eshigi juda katta va keng ekan. Menga yoqqan tomoni avtomobilning eshigi avtomobilning eng ostki qismigacha cho'zilgan, ya'ni juda keng. Avtomobil yopgan payti polni avtomobilni yoni bilan yopadi. Bu esa avtomobilni har xil chang, kir, loy va suvli joylardan o'tganimizda ham avtomobilimizning salon qismiga har xil changlarni va kirlarni kirishidan va chang kir bo'lishidan ma'lum bir miqdorda sarflaydi. Shu uchun ham eshikni pastki qismi uchun ham pulda ayab qolmaganda sifatli, haqiqiy premium klass avtomobil nomiga mos ravishda sifatli eshik kartlardan foydalanganni bemalol aytsak bo'ladi. Avtomobilimizning audio dinamika sistemasi haqida gaplashadigan bo'lsak, ushbu avtomobil audio dinamika sistemasida salon ichi bo'ylab jami 21 ta audio dinamika sistemasidan foydalangan ekan. Ya'ni bu e'tibor berishingiz pastki qismida keng va katta, undan tashqari qo'shimcha ravishda pishalka ham o'rnatib ketilgan. Eshikni ochadigan manba alyuminiy shakldagi bu haqiqiy alyuminiy menimcha, plastmassa emas, chunki plastmassaga o'xshagan yuqa emas, qaysidir ma'noda alyuminiy temirni hissini berib turibdi odam qo'li bilan ushlagan paytimizda. Eshikni oynalarni ligirovka qiladigan knopkalar ham elektron knopkalar hisoblanadi. Ya'ni oynalar avtomatik ravishda ochilib, yopilish xususiyatiga ega. Bundan tashqari bokovoy oyna ham elektronli yopiladi va elektronli ochiladi. Undan tashqari bokovoy oynada sleeping zona bor. Ya'ni avtomobilga ma'lum bir miqdorda yaqinlashsanglar, avtomobil yonida qo'shimcha ravishda mashina harakatlanib kelayotgan to'g'risida signal beradi. Bu ham ushbu tarzda tonirovka qilingan avtomobilga juda qulay va kerakli funksiya hisoblanadi. Yana avtomobil haqida nimani aytsak bo'ladi? E'tibor beringlar, elektronli parog qo'yilgan. Avtomobil eshigi ochilganda parog chiqadi, yopilganda parog kiradi. Ushbu avtomobil parogi zavodskoy hisoblanadi. Ya'ni 120-150 kiloni ham bemalol ko'taradi. Chiqqan paytingiz parog ezilib yo bukilib qolmaydi. O'zini sostoyaniyasini bemalol ushlab turadi. Li9 avtomobilining oldingi yon o'rindiqlari haqida gaplashadigan bo'lsak, ushbu oldingi yon o'rindiqlari 12 ta bosqichda sozlanadi. Ya'ni oldinga, orqaga, tepaga, pastga va shunga o'xshash qo'shimcha funksiyalar bilan sozlanish imkoniyatiga ega ekan. Ushbu oldingi yon o'rindiqlarda avtomobilda isitish, sovutish va massaj funksiyalari bor.
qo'shimcha agar do'p opsiyali max pozitsiyalarda esa luksuriy pozitsiyalarda ham ikkinchi qator o'rindiqlarda ham isitish, sovutish va massaj funksiyalari bor hisoblanadi. V9 avtomobilimizning oldingi salon interyer ko'rinishi asosan qora va oranjiy sariq rangda va har xil 4 xil 5 xil variantlari bor. O'zbekistonda eng trendga chiqqan varianti bu ko'janing oranjiy shakldagi hisoblanib, menga oranjiydan ko'ra temniy qora rangdagisi ancha yaxshi hisoblanadi. Bu meni o'zimning shaxsiy fikrim. Chunki har deb sariq o'rindiqlar ichida o'tirsangiz, to'g'ri ko'zga chiroyli ko'rinadi, tashqi ko'rinish jihatdan zo'r ko'rinadi. Lekin har deb bir rangli narsani ichida o'tirsangiz, ko'z ham ma'lum miqdorda charchaydi deb o'ylayman. Shuning uchun eng optimalni va eng zo'r varianti qoraga qora salon bo'lsa, bu zo'r bo'ladi deb bemalol aytsak bo'ladi. Bu meni shaxsiy fikrim. Kimga qanaqa, kimgadir sariq yoqadi, kimgadir qora yoqadi, kimdir esa oq, balkim молочный rangda shakldagi salon ko'rinishini ham tanlash huquqiga ega. Hamma o'zini xohish istaklaridan kelib chiqqan holatda salonni tanlash imkoniyatiga ega deb. Meni shaxsiy fikrim, agar oladigan bo'lsanglar, qora rangli salonni olinglar. Chunki sariq va oq boshqa rangli salonlar qo'shimcha xarajat va qo'shimcha o'ziga e'tibor talab qiladi. Sababi sirazi kir bo'lib qoladi yoki kiyimni ustingizdagi kiyimingizni yoki ko'chadan kiradigan chang ham mashinaga qaysidir miqdorda kirib o'tirib qolishi mumkin. Shuning uchun eng O'zbekiston sharoitida eng optimal variant qoraga qora salon hisoblanadi. Avtomobilimizning roli haqida gaplashadigan bo'lsak, o'ziga xos kichkinagina shakldagi va qulay ushlash kojinli rol bilan jihozlangan. Avtomobilimizning rolining oldingi qismida Li emblemasi tushirib ketilgan. Bundan tashqari avtomobilimizning roli multifunksionalniy rul hisoblanadi. Ya'ni ushbu rol orqali cruise kontrolni va undan tashqari polasa udержанияni va audio sistemasiga tegishli bo'lgan ohanglarni ko'tarish va tushirish va bundan tashqari telefon qo'ng'iroqlariga javob berish tugmalari ham qo'shimcha tarafida joylashtirib ketilgan ekan. Undan tashqari e'tibor bersanglar, hozirgi kunda zamonaviy avtomobillarda, ayniqsa Xitoy avtomobil sanoatida juda keng qo'llanilayotgan oldingi priborlar paneli olib tashlangan va bu priborlar panelini vazifasini bajaruvchi qism rulga mana ko'rib turganingizdek kichkinagina displey tablo sifatida qo'yib ketilgan. Bu qism orqali biza elektr zaryadining qanchaga yetayotganligi, elektr sarfi va benzin yoqilg'isining qanchaga yetish masofasi to'g'risida ma'lumot olishimiz, undan tashqari uzatmalar qutishining hozirgi holatda qaysi pog'onada turganligini ham bemalol ko'ra olishimiz mumkin. Bu ham avtomobilga qo'shimcha qulaylik deb bemalol aytsak bo'ladi. Avtomobil Li9 avtomobilining eng asosiy qismi bo'lgan interyer qismi haqida sizlar bilan gaplashadigan bo'lsak, avtomobilimizning oldida ko'rib turganingizdek 15,7 dyuymga ega bo'lgan ikkita monitorli displey joylashtirib ketilgan. Bu displeyning o'rta qismida asosan 15,7 dyuymli displey funksionalniy elektronniy planshet shaklda boshqariladi. Juda ham qulay va boshqarilish chastotasi ham ancha keng. Qotib qolishda yo'q. Bu displey orqali nimani boshqaradi deganimizda, asosan bu displey orqali avtomobilimizning ichida jamiki elektron boshqariladigan narsalarni hammasini shu displey orqali boshqaramiz. Hattoki ushbu avtomobilning oldingi displeysi orqali avtomobillarning 4 ta shinasining bosimini ham nazoratda ushlab turishimiz mumkin. Uni qiladi, buni qiladi deb ko'p gapirish niyatim yo'q. Qisqacha qilib shu avtomobilda elektronniy boshqaradigan nima bo'lsa, hammasi shu displey orqali boshqariladi. Klimat kontrol deysizlarmi, cruise kontrol deysizlarmi, adaptivniy cruise kontrol deysizlarmi, hammasiga shu avtomobildagi glavniy multimedia displey javob beradi. Undan tashqari yana bitta qulayliklardan bittasi, hozirgi kunda hamma ko'pchilik zamonaviy avtomobillarda keng foydalanayotgan, hattoki yo'lovchilar uchun ham alohida displey qo'yib ketilyapti. Bu ham yo'lovchiga ancha qulay funksiyalardan bittasi deb aytsak bo'ladi. Ya'ni bu displey orqali nima qilsa bo'ladi? Asosan YouTube platformasidan foydalanish yoki har xil kinolarni ko'rib yoki multfilmlarni ko'rib ketishimiz ham mumkin. Bu ham hozirgi zamon avtomobillarida keng qo'llanilayotgan va talab qilayotgan qo'shimcha funksionalniy qulaylik deb bemalol aytsak bo'ladi. O'rta konsolda nima bor? Ilgariga o'xshagan skorga, uzatmalar qutisiga soladigan va uzatmalar qutisini o'zgartiradigan konsol yo'q.
uzatmalar qutisini vazifasini esa zamonaviy Amerika avtomobillariga xos ravishda rul barabanlari ostiga joylashtirib ketilgan. Bu ham qulaylik. Esinglarda bo'lsa, eski kinolarni ko'rsanglar, amerikanskiy mashinada skorga solayotganda uzatmalar qutisini bir-biridan o'zgartirayotganda g'irch etib o'zgartiradi. Bunda elektronniy shakldagi uzatmalar qutisi rul barabanlarining orqasiga joylashtirib ketilgan. O'rta konsol esa juda keng va qulay joylashtirilgan. O'rta konsol degani bitta zo'r qulaylikdan bittasi menga yoqdi. Даже mana shu o'rta konsol uchun ham koja elementlarni ayamasdan ishlatishgan ekan. Bu ham qo'l teggan paytda o'ziga xos qulaylik. Oldingi konsolda o'rta qismida ikkita patskanlik bor ekan. Bu ham hozirgi kunda kerakli xususiyatlardan bittasi. Undan tashqari oldingi qismida telefon qurilmalarini yoki har xil qurilmalarni simsiz quvvatlash tizimi qo'yib ketilgan ekan. Bu ham hozirgi kundagi zamonaviy avtomobillarda bo'lishi kerak bo'lgan zamonaviy qulayliklardan bittasi hisoblanadi. E'tibor bersanglar, o'rtada ikkiga ochiladigan qo'shimcha avtomobil uchun karmanka qismi ham bor ekan. Bunda unaqa keng emas, kichkinagina Type-C va USB portlari, telefonni quvvatlash, telefonlarni, har xil gadjetlarni quvvatlash uchun Type-C va USB portlari joylashtirib ketilgan ekan. Hozirgi zamonaviy 2026-yilgi restyling Li 9 avtomobillarida jamiki Lilarning eng max pozitsiyalarida xolodilnik tizimi ham qo'yib ketilgan ekan. Ya'ni bu xolodilnik tizimi ham yozning issiq kunlarida ichimliklarni salqin holatda ushlab turishga imkon beradi. Bu ham hozirgi zamon avtomobillarida bo'lishi kerak bo'lgan asosiy funksiyalardan bittasi hisoblanadi. Avtomobilimizning yuqori qismi qora tikandan, ya'ni material qora tikandan ishlov berilib ketilgan ekan. Bu ham avtomobilga o'zgacha ko'rinish va chiroy beradi, bemalol aytsak bo'ladi. Li 9 avtomobilning eng yaxshi tomonlaridan bittasi avtomobilda panoramli tom bor. Bu panoramli tom ikkiga bo'lingan. Ya'ni ham haydovchi va oldingi yo'lovchi uchun va orqada kattaroq va kengroq orqada harakatlanayotgan yo'lovchilar uchun ham qo'shimcha panorama bilan jihozlangan ekan. O'zbekiston aholisi uchun panorama ochiladimi, ochilmaydimi qizig'i yo'q. Panoramli tomni bo'lishi juda katta plyuslardan bittasi hisoblanadi. Ya'ni bu panoramani o'ziga xos plyusidan bittasi panorama shtorka bilan, ya'ni pardalar bilan jihozlangan ekan. Nimaga parda kerak deganimizda, bilasizlar, O'zbekistonimizni yozi issiq, quyoshi juda issiq keladi yozda. Shuning uchun issiq ob-havo orqali har qanday panorama gazoviy bo'ladimi, eng oxirgi rusumdagi panorama bo'ladimi, ma'lum bir miqdorda o'zidan issiqlik o'tkazadi. Bu panorama pardalarning, shtorka pardalarining bo'lishi esa ular uchun harakatlanganimizda qo'shimcha qulaylik bo'ladi deb bemalol aytsak bo'ladi. Undan tashqari avtomobilimizning yonuvchi chiroqlari mexanический boshiladigan knopka emas, balki sensorli knopkalar bilan jihozlangan ekan. Bu ham o'ziga xos qo'shimcha qulaylik. Nimaga qulaylik deyapman? Bunga ham alohida xarajat qilish kerak, bunga ham alohida yondashuv kerak. Ayrim avtomobil sanoatidagi avtomobillar milichovka xarajatlarni qilmasdan avtomobil ishqibozlari bo'lgan qiziqishni ancha kamaytirib tashlayapti. Keraklicha maksimalni xarajat qilingan, keraklicha avtomobilda maksimalni premium klass avtomobillarga xos ravishda qulayliklar bilan jihozlashga harakat qilingan. Avtomobilning o'zi ancha-muncha vajohatli va har qanday Yevropa avtomobillari bilan bemalol bellasha oladigan avtomobil hisoblanadi. To'g'ri, qaysidir ma'noda sifati bo'yicha bellasha olmasligi mumkin, lekin narx-navosi va shu pulga o'sha avtomobilni narxlanayotgan puliga mos va kerakli hamma funksionallik anulari bor. Shuning uchun hozirgi kunda aynan o'zbek avtoxaloskorlari ichida Li 9 avtomobilga, Lining har qanday versiyasidagi avtomobilga qiziqish juda katta. Yo'llari ham Li 9lar juda ko'p. Demak, o'sha xalqning ishonchidan chiqdi. Shunga mos ravishda ushbu avtomobillarni xalq xarid qildi. Kimdir aytishi mumkin, internetda har xil gaplar tarqab ketdi. O'zim ham ko'rib chiqdim. Shuning uchun shu avtomobilni obzor olishga harakat qildim. Li unaqa chiqyapti, Li bunaqa chiqyapti, voy buzilyapti, Xitoy baribir Xitoy degan har xil gaplar ko'payib ketdi. Hech qanaqangi yomon avtomobil bo'lmaydi. Avtomobilga o'sha vaqtida qarab, texnik ko'rikdan
ma'lum bir xarajatlar kelganda xarajatlarni joy-joyida qo'yib, zavod tomonidan belgilangan yoqilg'i va moylardan foydalansa, o'shanda avtomobilda har xil kamchiliklar, yo'qotishlar va buzilishlar bo'lmaydi. Shuning uchun avtomobilga oldin siz mehr bering, balkim avtomobilingiz ham sizga mehr berish imkoniyati sizga tug'ilishi mumkin. Ya'ni bu qanday bo'ladi? Sizni uzog'ingizni yaqin qilib, hojatlaringizni qaysidir ma'noda yengillashtirib bergani, mana bu sizga avtomobil qilgan xizmati bo'ladi. Ana endi orqa o'rindiqlar haqida tanishib chiqamiz. Avtomobilimizning orqa eshiklari haqida gaplashadigan bo'lsak, orqa eshiklari ham xuddi oldingi eshiklarga nima bo'lsa, ya'ni kojinli, tepa qismi ham koja, o'rtasi ham koja va pasti ham koja. Undan tashqari oldingi o'rindiqlarga o'xshagan audio sistemasiga tegishli bo'lgan qo'shimcha subwoofer tizimlari va pishalka qismlari ham bor. Bu ham oldinga qanaqa qulaylik bo'lsa, orqa eshiklarda ham xuddi shunaqa qulaylik bor. Orqa ikkinchi qator o'rindiqlar haqida gaplashadigan bo'lsak, ushbu o'rindiqlar ham oldingi haydovchi o'rindiqlarida qanaqa funksiyalar bo'lsa, hamma funksiyalar bilan jihozlangan ekan. Bundan tashqari ushbu avtomobilda orqa o'rindiqlarida ikkinchi qatorda atamankasi bor ekan. Atamanka nimaga kerak deb bilasizlarmi? Uzoq yo'lga harakatlanayotgan paytda shunday sidinani yotqizib atamankani chiqarib qo'ysanglar, harakatlanayotgan orqa o'rindiqdagi yo'lovchi uchun bu ham qo'shimcha o'ziga xos qulaylik bo'ladi. Haqiqiy premium klass avtomobilligini mana shu milichovka detallaridan ham bilsak bo'ladi. Orqa o'rindiqlar kapitanskiy sidina hisoblanadi. Bu ajratilgan sidina hisoblanib, ya'ni orqada ketayotgan odamlarga ham qo'shimcha qulaylik va komfort. O'rindiqlar ham ko'rib turib, orqa o'rindiqlar haqida gapiradigan bo'lsak, orqa o'rindiqlar ham ko'rib turibsizlar, juda keng. Kapitanskiy sidina hisob bo'lganiga va avtomobilning kengligi hisobiga ham orqada ketayotgan yo'lovchilar bemalol ketadi. Men hozir bo'yim 1.70 to'da deb boshqa avtomobillar obzorida aytib o'tganman, lekin aynan li obzorida aytmayman. Chunki bunda bo'yi 1.90 bo'lgan odam ham bemalol siqilib qolmasdan, vesi katta bo'lgan odam ham orqa o't bemalol yoyilib mazza qilib ketadi deb aytsak bo'ladi. Orqada massaj bor, abduf isitish bor, sovutish bor, o'ziga xos qulayliklar hammasi bor. Bundan tashqari qo'limizni qo'yib ketadigan ham bor ekan. Podlokotnik. Stakanlarni joylashtirish uchun o'rta konsolning orqa qismida qo'shimcha orqada ikkinchi qatorda ketayotgan yo'lovchilar uchun ham podstakanlik qo'yib ketilgan. Orqa o'rindiq ham klimat kontrollarni elektronniy va sensor orqali boshqarishimiz mumkin. Eng asosiy qulayliklardan bittasi, boya obzorda o'rtasida nima deb ketgandim, interyerga kelgan paytda 2026-yilda restyling Li9 larda xolodilnik sistemasi bor degandim. Bunda ham bor ekan, birodarlar. Mana. Xolodilnik keng, mazza qilib turib suvlarni joylashtirib, qaranglar, 5 tagacha 0.5 litrli suvlarni joylashtirib yoki butilishli suvlarni joylashtirib harakatlanishimiz mumkin. Bundan tashqari oldingi yon yo'lovchi sidinasini ham orqada o'tirgan yo'lovchilar boshqarishi mumkin ekan. Va undan tashqari xuddi samolyotda harakatlanayotgandek orqada ketayotgan qaysidir biznes sohibi ham shunda tugmani bosib, mamuni chiqarib, xohlasa ovqatlanib, xohlasa notebookini qo'yib, biznes rejalarini va planlarini tuzib ketishi mumkin. Bu ham ushbu avtomobilda harakatlanayotgan ma'lum bir biznesmen akalarimiz uchun juda qulay avtomobil deb aytsak bo'ladi. Endi sizlarga 3-o'rindiq haqida aytib o'tirmayman. Sababi hozir 3-o'rin orqa qatorga o'tsam, ko'rib turibsizlar, salonda ichi ma'lum bir miqdorda qorong'u, ta'riflab o'tirishimiz shart emas. 2-o'rindiq kabi 3-o'rindiq ham o'ziga xos qulay, hattoki yoshi katta odamlar ham bemalol ketaveradi. Boshqa crossover avtomobillarga o'xshab 3-o'rindiq faqat bolalar sidinasi emas, hattoki katta yoshdagi odamlar ham bemalol harakatlanishi mumkin. Orqada ko'rib turganingizdek kamera bor ekan. Undan tashqari 15 dyumli orqada ko'rib turganingizdek panoramli lyuk juda katta
va keng. Lekin bu ochilmaydi. Faqat panoramik tom vazifasini L9 avtomobilimizning orqasida ham 3-chi displey sistemasi, ya'ni 15,7 dyuymga ega bo'lgan qo'shimcha displey bor. Bu displey orqali ham bizlar YouTube yoki har xil multfilm platforma, bu displey orqali ham bizlar YouTubedan foydalanishimiz yoki kinolar, har xil multfilmlarni farzandlarimizga va orqada harakatlanayotgan yaqinlarimizga qo'yib berishimiz mumkin. Bu ham orqada ketayotgan yo'lovchilar uchun qo'shimcha qulaylik va komfort hisoblanadi. Oldingi displeyga cho'zilib, oldida qanaqa narsa ko'rsatilyapti, nima bo'lyapti deb xayoli chalg'imasdan, o'rtadagi displeyga bemalol qarab tomosha qilib ketishi mumkin. Bu o'rtadagi displey oldingi haydovchiga ham, oldinda harakatlanayotgan yo'lovchiga ham hech qanday noqulaylik bildirmaydi. Navorot, ularga qulay bo'lib, orqada ketayotgan yo'lovchilarga ham o'ziga xos qulaylik hisoblanadi. Bundan tashqari bu yoqda ham mana qo'shimcha chiroqlar bor. Bu chiroqlar ham maxsus qo'l orqali bosib knopkali emas, balki sensorli chiroq hisoblanadi. O'ziga xos qulay avtomobil. Bu avtomobil haqida har qanday yaxshi fikr aytsak kam. Shuning uchun gapni qisqa qilamiz. O'zingiz shu avtomobilni xarid qiling va harakatlaning. Oilangiz bilan yoki biznes hamkorlaringiz bilan bemalol harakatlanishga arziydigan avtomobil. Puliga arziydi. Shunday qilib avtomobilga bo'lgan anavda tugatamiz. Keyingi avtomobillarni va yana chiqadigan yangi video, kanalimizda chiqadigan yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga podpisatsiya bosib, like bosib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishni unutmanglar.